inson hoppa deb ilib oladi. Ana urmaydigan. Mana qo'limda tushmay ko'rsin. Keyingi safar nima qilar ekanman buni? Ardi noni. O'zi bo'lmadi buni pishirishi. Chochimayapti-yu bu. Yutoza qilyapmiz. Yutoza. O'zi taomni otimi yo o'zingiz qo'yib olganmisiz? Yo'q, buni yutoza deb Uyg'urlar aytadi. Uyg'urlarda bu noni. Sariyog' surkalgan xamir, faqat parda pishadi manti qozonda. Buni buvam rahmatli ko'p qilib berardilar bizga. Yoz kunlari qozon shakaroblar qilib, yoniga parda noncha pishirib berardilar. Shu xamirni sariyog'ga o'rab. Hozir men sizdan ham yutozani ko'rib olaman. Mana shuncha ishtirokchilarimiz bor, naryoqda ham qizlarimiz bor. Ham sizga savollarim bor. Mayli. O'shalarga javob berib, zerikmasdan ko'ramiz. Xo'p. O'zingiz tikuvchisiz, tadbirkorsiz. Qiziqishlaringizdan hobbiga aylantirgan, uni biznesga aylantirgan, pulga aylantirgan ayolsiz. Qaysi ishingiz o'zingizga ko'proq yoqadi? Tikuvchilikmi, biznesmi, blog yuritishmi yoki boshqa osh-ovqat tayyorlashmi? Menga tikuvchilik qilayotganda, tikuvchilikni sidqi dildan qilganman. Puxta tikkanman. Osh-ovqat qilsam ham qo'l uchida qilmayman-da, shirin qilib tayyorlayman. Blog yuritsam ham yurakdan qilaman. Menga hamma ish yaxshi, yurakdan qilaman, hamma ishni. Yaxshi ko'raman, hamma hayotga qiziqishim baland. Masalan, men o'zim ishim bilan bo'lib uy ishlariga ulgurmayman, lekin siz uy ishlarini ham, ovqatni ham o'zingiz qilasiz-da. Demak, sizga ovqat qilish yoqadimi? Yo'q, polni uburkalar ham. Yo'q, menga uburka yoqmaydi. Demak, ovqat qilish hobbi. Ha, uburkani hamma o'zi qiladi deb o'ylaydi. Aslida haftada 2 marta odam chaqiraman. Men shu yengil yuzak yig'ishtirib qo'yaman. Yaxshi uborka qilishdi, generalniy uborkaga odam chaqiraman. Xamirga nima qo'shdingiz? Sut, tuxum, droja, ko'ptirma, issiq suv, tuz. Qancha nima qiladi? Oshadi. 1 soatda oshib chiqadi. Keyin zuvala qilib buni sariyog' surkab manti qozonda pishiramiz. Yoniga salat qilamiz. Oshxonangizni o'zingiz yaxshi ko'rasiz, rosa kontentlaringizda qo'yasiz. Nima ovqatlar ko'proq qilasiz bu oshxonada? Xamir ovqat. Yaxshi ko'raman-da. Eslamaysiz. Ko'p xamir ovqatlarni yaxshi ko'rasiz-da? Juda ham yaxshi ko'raman. Ko'p xamir yo'rma, semirib ketasan deshadi. Lekin semirmagansiz. Yo'q. Muhammadjon, sen ham yaxshi ko'rasanmi? Xamir ovqatlarni? Akalar ham yaxshi ko'radimi? Faqat senmi? Oying faqat sizlar o'zi uchun qilib qilmaylar-yu, demak bular ham yaxshi ko'radi. Yaxshi ko'radi. Lekin men hech kim yo'q bo'lsa ham bir dona bitta o'zim uchun ham qilib yeb olaveraman. Men bu hovlilaringizdagi pomidorlarni ko'rdim. Bularni kim ekkan? Bularni ishchi chaqirib ektirganman. Sveji pishib turibdi mana pomidorlar. Toshkentda ham shunaqa hovli kichkina-da ko'pchilikni. Lekin unaqa pomidorlardan ko'ra gapiravering, live kesilmaydi. So'rab olasizmi? Mayli. Yana bitta bizneslari. Mana quyosh panellari. Nilufar. Quyosh panellaringizdan hozir daromad bormi? Daromad tushayotdi. Rosa maqtayotdim hammaga daromad qilasizlar deb. Shu 2 oydan beri quyosh panellarida puliga kiberjinoyat hujum qildi. Shuning uchun soliq uni hozirda hammanikini bloklab xavfsiz joyga yopib qo'ygan. Hozir men aprel, may, iyunda pulini to'playapti. Ko'rinib turibdi. Aprelga 4 million 800 ming, keyingi oyga 6,5 million, mana shu oydagi endi ko'rinadi 25-da. Turibdi, bir kun beradi. Davlat fuqarolar haqqini yeb ketmaydi. Faqat shu xavfsizlik qilib bloklab qo'ygan. Pomidorlarni kim ekkan? Pomidorlarni. Chayib ekib ketishgan. Bemaza ekan pomidor. Ovqatlarga, salatlarga ishlatasiz o'shanda? Yo'q. Qizil shirini bor-da. Bozordan olib keladilar. Uni o'rtoqlarimga, qo'shnilarga kirsa terib olinglar deyman. O'zingiz ishlatmaysizmi? Tabiiy-ku, dorisiz.
bozordan ko'ramiz. Dori solishgan. Dorisi o'smayaptimi? Yo'q, o'smas ekan, qurtlab ketar ekan. Dori hammasiga solish kerak ekan hozirgi kunda. Güzel. Yutoza uchun. Nilufar, bu yutozagami? Ha, yutozaga. Bu pintuza salat yutozaga. Pintuza salat yutozaga. Nima yog' bo'lsa ham surursa bo'ladimi? Qo'y yog'ida qilsa ham bo'ladi. O'zi Uyg'urlar asosan qo'y yog'iga salatni yog'da aralashtirib qilishadi. Endi bizda sariyog' shirin chiqadi, baribir sariyog'da. Haqiqiy sariyog'da. Silvichni yog'da ham yaxshi chiqadi. Sariyog'i yo'qlar silvichni yog'da ham yaxshi chiqadi. Har kuni o'zingiz ovqat qilasizmi yoki ovqat qilmagan kuningiz nima yeysizlar? Pitsa yeymiz biz ham. Bolalar yaxshi ko'radi chaqirtirib. Men ovqat qilmagan kunim xo'jayinim qilib beradilar. Qilmagan kunimiz ham bo'ladi. Bir kunlab, ikki kunlab ovqat qilmagan kunimiz bo'ladi. Dastavka chaqirtiramiz biz ham. Yaxshi joylardan dastavka chaqirtiramiz. Keyin xo'jayinim achchig'i keladi. Yaxshi xotin uyda ovqat qiladi. Uyda ovqat qil. Qo'lingga yara chiqqanmi? Uyda ovqat qil deydilar. Shuning uchun xo'jayingiz ham ta'sirlari bor ekan. Bor. O'zlari uyda ovqatini yeydilar-da. Shakarni ko'p sovormadilar. Ha. Yaxshi. Biz ertalab yo'lga chiqqanmizda, hali kechgacha yurishimizga uchun kofe ichaman. Iching. Siz kofe ile ichmaysiz? Yo'q. Gazli narsalarchi? Umuman gazli narsalar. Tabiiy yashashga o'zingiz o'tganmisiz yoki shunaqa yashirmadingiz? Men ko'p dori ichganman-da oldin, kasal ko'p bo'lganman. Buyragim kasal bo'lgan, o'tim kasal bo'lgan. Keyin rosa eritib yubormen dedim. Bo'ldi. Rosa isib ketdimi? Yaxshi. Rosa erib ketsa ham bo'lmaydi-da, nima bo'lib qoladi. Kam yog' bo'lib qoladi. Hop, kasal bo'lgansiz oldin ko'p. Ha. Keyin tabiiy yashashga o'tganman. Gazli suvlar ichmaganimda holatim rosa yaxshi bo'lishni boshlagan. Keyin o'z-o'zidan ichmay qo'yganman gazli suv. Dorilar ko'p ichardim, sedana ichishni boshlab boshim ko'p og'rirdi-da, ko'p gripp bo'lardim. Bir yilda 3-4 marta. Beravering. Ha, olib beraymi? Mana bodring. Voy, isitib yorishibdi. Men shunga isitib eladi o'dim. O'rashga qiynalaman-da. Isib ketsa. bu oral bo'lganidan keyin Mana bu bo'shadi. bu yumshadi. Ha. Keyingi etapi bor buni endi. Yana yog' suramizmi? Ha, yana yog' suramiz. Mashidicha erib nolib qoldi. Bu endi do'ltani yog'i, durdani yog'i. Ha, durdani yog'i, sariyog'. Boyagan sariyog' edi-ku men bu. Ha, u ham sariyog' edi. Bu xolodilnik dedi, uni eritishdi. Mayli, sevara. Lekin buni hidi boshqacha chiqadi. Mana qanday. Mana bu to'plamli masla. Guhi yog'i. Shunaqa deydimi? Guhi yog'i. Bu haqiqiy sariyog'. Qo'lingiz sovqotmasin. Voy, rahmat. Buni ham o'zingiz qilasizmi? Durdani. Yo, buni meni klientlarim olib kelib berishadi, yaxshi ko'rgan. Xonimlar va meni yaxshi ko'rishadi. Shular olib kelib berishadi menga. O'zingiz anaqa shevingiz sababmi? Chiroyli gapirasiz-ku. Bu kimdan o'tgan sizga? Qayerdan bunaqa gapirgan? Oldindan shunaqami deysiz, odamlar ichiga kirib ketadigan. Ha, balkim. Yoki farg'onaliklarning ko'pchiligi shunaqami? Hamma marg'ilonliklar shunaqa, menimcha. Buvamdan o'tgan, buvam rosa chiroyli gapirardi ekan. Hikmatli gap, ko'p gapirardi ekanlar, rahmatli. Dadam onalari. Bu shunaqa davom etaveradi, Ketaveradi, ha. Necha marta bo'ladi? Hozir bundan keyin oxirgi etapi. 3 ta. Keyin tugish jarayoni. Bu hali davomi bormi? Ha, hali voy. Voy, tushlarni ham. Lag'monga o'xshaydi. Futbolog yursangiz ham bo'ladi. Unda milliy ovqatlar. Tarkada alohidadan solib beraman. Sizlar meni qo'limda aralashib turganimga endi qilib bo'lmanglar-a. Men bir xilda qo'l yuvib turaman. Bir xilda. Shans bilan. Ko'ryapsizlar, qo'lim bilan boshim ushaganim yo'q, chiqadi ushaganim.
Qo'limda shira bor, shirin bo'ladi qo'limda. Mana. Ko'kat qo'shsa bo'ldimi? Bo'ldi, qo'shdim. Ha? Umuman biletga taqmaganman, to'g'risini aytib qo'yavering. Endi xamirga qaytamiz. Oxiri qiziq, menga nima bo'lar ekan shu xamir oxiri borib. Ha? Bu toza, buni Sevara zakaz qildi. Lekin Sevara o'zi qilayotibdi. Kerak, marta o'radi. Uzun nima taxta uzun taxta kerak. marta. Hozir endi Uzun 3-inchisi taxta. ekan. Hozir bu nechta etapdan o'tdi-yu? Bu 3-inchisi bo'ladi hozir. Toza ekan. Toza. Oshirma. Oshirma xamir. Qo'yib, tuxum solib. Yoyilib ketishini qaranglar buni, ana tinib ketar ekanda. Qo'qadi mendan bular. O'sha qo'li kelishgan уже. Voy voy. Tez pul fabrikat oching endi. Tasiringlar dorlar. 3 kunda 20 ming topibdi. O'sha sedan ham yaxshi. Yog' beringlar. Bismillah. Bu anaqa durdani yog'i ekan. Durda solasizmi? O'zi 2 marta durdani yog'i solindi, o'raldi. 2 marta o'raldi. Hozir bo'ladi, kesamiz. Bundan ikkita chiqayor yana. Anaqaga solinadigan payti kelibdi. Bular keyin bunday qilib tuyib chiqaman. Bu tugilish ekan. Lekin bu qavat-qavat bo'ldi-ku. Mana. Shunaqa qilib tuyib chiqaman qizlarjonlar. Shu bilan tayyor, anon bilan. Ont qozonda pishiring. Yo'q. Bu bunday bo'lib pishganda bitta urib pachaqlab ichiga finchuzani solib yeb olasiz. Hamma birga paxt qiladi. Rel solamiz. Urib yeydigan ovqat. Mana oshirma xamir ekan, zarilmi xamir ochib yopib. Nima qilishga o'xshamaydi-da, qizlar. Bir pasta bo'lar ekan. Tez bo'la, qarang, mana o'yinchoq men uchun. Qani sherik bo'lsa, yeb o'tirsam deb o'zimga qilib yeyman. Yana semiz ham ketmaymiz. Sanab o'raysizmi? Ha? Sanab o'raysizmi? Yo'q, sanaganim yo'q. Master klass o'tib bor bo'ladi. Ekspertlarimiz Marziyaga urib yeydigan ovqat ekan bu. Urib. Qolmay o'zim o'rgataman sizlarga qana urishni. Shahmazapam. Eshitdi ham o'rgatdi. Shukur qilib yeydi. Shukur qilib. Yo'q, bu uradigan, shukur qilasiz. Buni urmasangiz pachoq bo'lmaydi. Lekin ishni oldin urish kerak ekan. Ha? Siz urmay yeb qolasiz. Umuman boshqa 3 narsa. marta qilindi, deyman bular. 3 marta mana shunaqa qilindi. Bu qavat bo'lib ketdi. Sabringizga. Pichoq bering, oldinroq. Yana bu sekinlashib qolganlar ekan. Ha. Siz charchab ketmadingizmi? Yo'q, nima ya, Hali yaxshi. yordamchilar charchab ketdi. O'zi ishga borsam ham shunaqa bo'lib ketishadi. Halay bo'lib ketishadi. Anbechir bir yoq qo'lda telefon, bir yoq qo'lda pichoq. Universalniy. Turib tursin, tuyib olaman eplab. Shunaqa qilib qo'yinglar, shu ro'molimni. Video qilishyapti-da. Yo'q, Ustoz baqiradi aka. Bir kun ko'kat to'rg'ab qo'ying, sevar desam. Suyoqat qildim-da, tog' dedi. Ko'kat to'rg'ab hammasini qozonga solib hozir meni maqtaydi Nilfarxon. Bitta ko'rdim, shundan baqirdim. Irg'ishlab bordim, hali ovqat buzildi-da. Ovqat yashil bo'lib ketibdi. oxirgi marta ko'rganimda bunchalik qattiq turmasdingiz komandangizga. Qanday o'zgarib qoldingiz? Yo'q, qattiq turmayman hozir ham. Sizlarga shunday tuyuladi. Bu qattiq turmaganlaringizmi? Ha? Rosa yumshoq biz. Yumshoq haziltamiz qilib nima qilamiz? Gaplashamiz. Prikolda. O'sha oshirilgan xamiringizda. Ha?
Sabringiz qo'ying. Sabrli ish ekanda bu. Ha, yuvelirni ishda. Buni qarang. Yuvelirni. Yuvelirni nima Qimmat degan? ovqat ekan. Zargardishi bor-u. Joy-joyiga qo'yib, qarang, nimalari ham chiroyli. Hozir endi uni tayyorini ko'rasizlar, qanaqa bo'lganini. Yarim soat 40 minutda pishadimi? 15 minutda pishadi. 15 minutda pisharkan. Tirnog'im yo'q, men tirnoq o'stirmayman mana deydi-yu. Yaxshi keling. Mani qo'lim emas. Keling. Tortasiz, Nechta davom diplomlar etasiz. egasi. Tortasiz, yirtirganda Nega eng shirin qo'rqmang. ovqat men qilaman, butun avlodlar bo'ldi. Mana. Shu joyi ham bor. Ha, tortasiz. Tortasiz. Nimalar tanlaysiz doktor uni? Marziabdiyeva. Ha, Saryomi bu? ha, saryo. Hidi keldi. Jicha, Durda ekan, durdani yog' ekan. Nazgincha ha, cho'zamiz. torting, ko'tarib. Men betlarni yoytiramiz. Qancha yupqa bo'lsa shuncha yaxshi. Bu lekin bir marta yeydigan ovqat ekanda. Agar YouTube'da Yo'q, videoni yig'ib ko'radiganlar, Ha, videoni ko'tarib- yoqsa, ko'tarib komment o'raysiz. yozib ketinglar. Biz ketgunimizcha yana ko'p bala video olib ketamiz mashinamizga. Yozib ketamiz. Har kuni video YouTube'ga olib ketamiz, komment yozib ketishsa. Ruchka chuqur qo'yib yuboraman. Anaqa YouTube'ga. Mayli qo'ying. Silkasini ham bering. Endi tortib ingichka qilib oling. Mana. Ha. Qancha yog'i ko'p bo'lsa, shuncha shirin chiqadi. Buni endi Endi yana tayyorini sanchishga ko'rsatamiz ko'rsatib sizlarga. pishirasiz. Ha, hozir ko'rasiz. Bu hammamizga yetadimi, Nilufar? Voy buchi, yetib to'yib ortib olasiz. ketadi. Kim uchta 15 yeb bersa minutda priz pishadi. beraman. Qizlar narsa yemay Kim turinglar. uchta yeb bersa priz bor. Ana bo'lmasa. Mana yutozamiz. Rosa o'xshabdi. Bismillahirrohmanirrohim. Mana yutozamiz. Pishdi. Voy, bu Do'mboqchalar bilan qo'ziqoringa o'xshab qo'ziqoringa o'xshab ketibdi. ishib ketishar ekan. Voy, Pastqon ham tayi yopishibdi. ketibdi. Oh, Saryog'ga, durdaga bo'lgan ha. Mana hozir buni ontarib tuzalar yutoza. toza. Men bu yonda nimasi qo'shib yeydiganim? Bu salati yoniga. Yutqazamiz tayyor. Tovoq beringlar. Buni mehmonlarga qilib berasizmi buni? Yo, oilaviy o'zingizlargami? O'zimiz qilardik. Bugun sizlar so'raganlar uchun qildik. Mehmonlarga o'zi qilmasdingiz? Yo'q, qilmaymiz. Nega? Qiyinligi uchunmi yo Qiyin emas. ko'rinishi anaqa bo'lgani uchunmi? Bilmayman. So'ramagan hech kim. Tovoq beringlar. Hali o'z sifligini aytishadi hali qizlar. Yo'q, Sevarani zakaz edi. o'zi uni zakazi bo'lsa. Hozir. Choy yayratib yubormasdan. Qanaqa olib- yeyishni master klass qilib berasiz-da? Qaranglar. Ayyamasdan urarkansiz. Titilib ketadi. Ha. Ha, urishni so'g'is- xohlamasam-chi? Urishni xohlamasiz, ochib yo'rasiz. Yo'q qilib o'ynab qo'ysangiz ham bo'ladi. Oyoqda tepmay. Bitta monti berib yuboring desa, oling desa, hoppa deb ilib oladi. Kung fu pandani ovqat ekan bu. Bu Uyg'urlar noni-da. Noni. Panda ham Uyg'ur-ku. Ha. Uyg'urlar noni. A non aytgancha bu. Mana uni kim qo'ydi? Sassiq bu, qo'ymayman buni. Mana qo'limda tushmay ko'rsin. Keyingi safar nima qilar ekanman buni? 40 yildan beri tushirib kelganman. Bu yonlarini yog'lamaganmiz, o'ta ishib ketgan-u. Hozir. Ha, hozir. Tovoq beraymi, opa? Faqat sariyog' surilar ekan. O'zi aslida qo'y yog'ida qilsa ham bo'ladi. Qimmat ovqat desa ham bo'ladi. 1 litr sariyog' indamay ketadi. 2 Katta ovqat ekan sizlar, premium. Polniy sariyog'ga.
Mazasidan shuna bilinsa kerak sariyog'ligi. Sariyog' surib yuborsa. Bu o'zi ovqat emas, non dedingiz, a? Ha, bugun sizlarga non beraman. Bugun kechki ovqatga non. Non. Olinglar. Toshkentdan mehmon keluvdi, bir burdadan non berdim kechqurun deb. Olib keling qizim. Sariyog'da Qo'lim beralashi kerak. Sariyog' qilmasachi mazasidan o'zi sizda boshqacha chiqadi. mana. Ashna. Ana urib yeydigan. Hamma ovqatga. Qani bolalar, joylarga o'tirib olinglar. Ovqat keldi. Toshkentlik xonimlar, qani joylarni egallab olinglar. Qani massajistimiz, tikuvchimiz, psixologimiz va ularning adminlari, doktorimiz Nilufar Asqarova, psixologimiz, massajist osteopatimiz va Zarifa, mobilgur Feruza, Sakina, adminim va brendimiz Face Mahfuzaxon. Shu ishton to'g'ri keladimi endi bugun dasturxonimizga? Qaysi yuz bilan bu ishtonni kiyding? Bolalar hammaga yetdimi? Yo'q, hali yetmagan. Qancha mehnat ketdi, deylar, chapechalinglar. Assalomu alaykum. Bugun sizlarga O'zi bo'lmadi. uyg'urlarning noni. O'zi bo'lmadi buni pishirishi. Hm? Kung Fu Pandani ovqati. Endi Nilufar Rahmat sizga Marziya opa. Marziya opam shunaqa zo'r olib qo'yar ekanlar qo'limdan. Hammaga mana shuni shuni aylantirib yuboramiz. Ovorasizlar, ikkita qilib shuni ovoringlar. master class urib ish. Aylantiringlar. Qani urib ko'ring-chi. Bitta urib ochib. Ha. Bu Men hozir videoga master class mana o'tib shu- beraman urishda. Urishda o'tib beraman. Durdona. Urishni ko'rsatib bering. Ha. Mana qaranglar, qo'llaringga olib yoniga keyin. Mana. Endi qaranglar, urganda qana titilib ketadi. Urmasangiz titilmaydi. Urasiz buni. Ish kerak ekan-da. Urib, endi qaranglar. Kechirasiz, salatingizdan ichib olsam maylimi? Mana. Orasiga finchuza solib, xuddi qilib yeysizlar. Barno mana shu sizga. Mana tayyor urib, xuddi qilib solib berdim. Mana kerak. Men bechora ham shu videoga tushiy, meni ham olib bering. Yonmachasi uringlar. Men bu videoni avtori. Yana bitta Qani yonmachasi. menga? Keyin oldimachasi uring. Urishga. Mana. Endi titildi. Kechirasiz, salatingizdan ichib olib. Mana. Shunaqa qilib yeylar. Ofiyat bo'lsin. Osh bo'lsin, ofiyat bo'lsin. Sochmayapti-yu bu. Oh. Hammaga yetdimi? Hammaga. Xususiy bog'cha. Qo'limda. Qani olinglar, osh bo'lsin, ofiyat bo'lsin.